Avvalambor assalomu alaykum. Finalga tayyorgarlik yaxshi. Birinchi navbatda shu bolalar ertangi o'yin oldidan ruhiyati, jismoniy holati o'yinlardan kelib chiqib, mashg'ulotlardan kelib chiqib yaxshi deyish mumkin. Ertangi o'yinda albatta ikkala jamoani ham maqsadi bir xil bo'lsa kerak. O'zimizni jamoaga keladigan bo'lsak, bu jamoaga finallar yangilik emas. Xudo xolasa ham ko'p finallarda g'alaba qozonganmiz. Ertangi o'yinda ham shu finalda g'alaba qozonamiz degan umiddaman. Va qo'shimcha tarzda shuni aytib o'tmoqchimanki, finalga chiqishimizda juda katta yo'lni bosib o'tdik. Yaxshi raqiblarni yengdik va shu yo'lda yigitlarga ham katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Shu qilgan mehnatlari evaziga shu final bosqichiga chiqib turibmiz va bu yerda tuman hokimligi va tumanimiz hokimiga ham chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Sababiki hokimimiz tomonidan yaxshi qo'llab-quvvatlashlar va ishonch bildirgani uchun shu joygacha keldik. Albatta yigitlarning mehnati bilan shu hokimligimiz hamda hokimimiz podдержка qilib qo'llab-quvvatlagani uchun shu joyda turibmiz. Xo'p, raqib jamoaga keladigan bo'lsak, raqib jamoa tushunishim bo'yicha yaxshi jamoa shakllangan, kuchli deb hisoblayman. Ertangi o'yinga ham ularga ham omad tilab qolaman.